Hop, uyga kirdik. 3 xona, hamma xonalari alohida ekan. 10-kvartal, 3-etajda joylashgan uyimiz 65 kvadrat. Bu yerda bizda detskiy xonasi, detskiy kravati, shkafi, podstavkasi bilan bor ekan. Hop, yonidagi xona ota-onalar yotoqxonasi, konditsioner bor ekan, dux spalkalari bilan. Bu xonamiz ham katta. Zal bilan bu spalnisi kvadrat metri bir xil bo'ladi. 530 ga 320. Hop, prixoshkasida ham shkaf bor ekan, bemalol kiyimlarni qo'ysa olsa bo'ladi. Hop. Keyingi xona bizda zal. Zallar ham mebellari ideal holatda turibdi. Oshxonaga o'tamiz. Oshxonasida ham mebel, texnika hammasi bor. Xolodilnik ham bor ekan. Hop, eng qiziqarlisi bu yerda suv filtri ham qo'yilgan ekan. Istaganlar mashina ham topib ketmasin. Bu yerda bizda balkon, balkonni ham ochib yuborishgan ekan, barni qilib qo'yilgan ekan. 65 kvadrat metr uyimizning narxi 94 ming so'ralyapti. Ustida yana ozgina kelishadigan joy bor ekan.